Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda hayz münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib, şu asasda mesela xuni istihaz bo'lib qolgan ayollar e'tikof qilsa durustmi, durust emasmi degan mezmunda to'xtalyapti. Biz xuni istihaz deganni biz boshdagi darslarda bir oz tushuntirib o'tdik. Yana qaytalab buni tushuntirsak, o şu ayollardaki ma'lum hormonniki o'zgarish tufaylidan kelib chiqqan bir yoki mijozning o'zgarishidan kelib chiqqan ma'lum şu muddatsiz ve iniqsiz holatda ayol kishidan keladigan bir xil qonli holat. Buni hatto tomirining qini degandek avvallar bilan sifatlagan ulamolar bo'lgan. Buni bakrak hamda shu tabiblar, doktorlar bu temini bakrak yaxshi bilalaydi. Bunun aloqador masalalarni masalan doktorlardan so'rashga yoki shu maxsus ayollar kasalligi bilan munosabatlik doktorlar bilan so'rashga bakrak munosib bu jihatda. Endi bu 309 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullohi alayhi bizga sahih hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Endi Ishaq kim o degan vaqtda Ishaq ibn Shahin nomi bilan mashhur. Abu Bashr al-Wasiti degan kunya bilan mashhur. Bu adamı katta muhaddislerden İmam Bukhari'ninki ustazları, hatta İmam Nesai'nin ustazı oldu. Hicriye 250 yıldan kiyerek ölüp ketkenlik hatırlangan. Özünki hadisler nayet durust bolgan, rastgel, çatak bulmagan, işencilik ölümalar qatarida sanalgan dağınık muhaddislerinki biri. Bu adamninki muşinçliklam tercümali hatırlangan. Bu adamning o'zi ayni vaqtida katta dehqonlar degan sifatlagan. Bu ayni vaqtdagi dehqonlar yer egalari cho'ng katta pomchiklarni asos ko'rish maqsad qildi. Bu odam deydi bizga hamda Xolid ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi Tahhan ismi bilan boshda o'tgan Abul Haysam deb o'zinki shu ig'irlik bilan tang hayatida 3 qatim sadaqat qilganda ig'irlik bilan tang kumush sadaqat qilgan ekan. Masalan 80 kilo kelsa 3 qatim sadaqat qilgan bo'lsa 240 kilo kumushda. Ayni vaqtda kumushlar oltinniki tanlar qasasan o'xshash hamda. Bu kishiningki tarjimali boshda o'tgan. Bu odam hamda Xolid ibn Mehron degan kishi, bu kishi Ikramadan, bu kishi Oysha onamizdan. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan birga bir qism ayollar e'tikof qilgan deydi. Shu ayollardan biri xuni istihaz bo'lib qolgan. Xulluq holatda. Qon tamchilayotganda shu paytda. Hatto ba'zida deydi, ostiga bir dos qo'yib olgan, o'tirib. Shu qon yolab oqqan vaqtida shu namozga yoki masjidga yaqib ketmasin deb ostiga dos yoki tashlab qo'yib olgan deydi. Hatta hamda Ikrama shundoq o'ylab yoki shundoq da'vat qilgan yoki Ikrama shundoq dedi deydi. Bu Ikramaniki shaklik holatda deyilgan gap hamda. Oysha onamiz shu paytlarda zarangizningki suyni ko'ribdi-da, ko'rib mana mushunga o'xshaydigan narsani palana apstan ayol ko'rgan dedi. Undaq demoqchi bo'lgani hamda bu xuni istihaz qinini nimaga o'xshatgan zarangizningki yoki zarangiz chillangan suvga o'xshatgan, ya'ni suvga o'xshatganda choyga. Buni siriq, suyuqroq holat bo'ladi. Ammo ayzin qini bunga o'xshamaydi. Demak, xuni istihaz qini asosan shu ayol kishininki shu tabiiy odat kunlaridan o'shiq boshqa kunlarda chiqadigan bir o'shiq qon. Biz boshdan chiqatim deb o'tdik. Bu yana hayz qiniga o'xshamaydi. Hayz qini quyuq bo'lgan bilan xuni istihaz qini suyuq holatda bo'ldi ekanda. Endi bu hadisda zikr qilingan ayollar kim o degan vaqtda Rasulullohning ayollariniki birsi, ammo buning ismi aniq zikr qilinmagan. Ba'zilar Savda radhiyallohu anha degan, ba'zilar Ramla degan Ummu Habiba, Abu Sufyanning qizi, ba'zilar Zaynab bint Jahsh deb bundaq deganlar bo'lgan. Eng muhimi bu hadisni hamda biz hayzdan boshqa o'zinki ayollar kesil bo'lib qolgan, davomli qon to'xtamaydigan ayollar masjidda e'tikof qilsa bo'ladi deganlik chiqib turdi. Ayollarniki e'tikof qildigan o'rni o'ziniki ichki qizliq bo'lsa yaxshi, ammo masjid bo'lsa bo'ladi. Shart
Çoxum masjidniki pokizligiga çoxum diqqat qilish kerak. Buningga bakrak shu ko'ngil bo'lish kerak. Ayni vaqtida mesela ayollar o'ziniki ostiga ideal yoki tashtak yoki dastak bir narsalarni qo'yib oladi. U vaqtida raxt topmoqlini tez raxt topgan taqdirdami o'tib ketiga avvallar bo'ldi. Endi hozirgi paytlarda das qo'yilamdi desa, yo'q, bunday emas. Hozirgi paytlarda asosan bu ayollarniki turli tozalik buyumlar bor. Shu zakilarni ishlatib olsa, bu yo'lliq, ya'ni masjidda hech qanday ziyon bo'lmaydi. Shu holatda taravih namoziga yoki jamoat namoziga qatnashsa ayollar bo'ladi degan bo'ldi. Endi 310-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Qutayba hadis so'zlab bergan edi deydi. Qutayba ibn Said nomi bilan Kitabul Imonda o'tgan bu kishining tarjimali. Bu kishi deydi bizga Yazid ibn Zuray hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Xoliddan. Hozirgi Xolid ibn Mihron yoki Xolid al-Hazza degan kishi. Bu kishi o'zining ustozi Ikramadan Abdullah ibn Abbosning ozodkirdi degan. Abdullah ibn Abbosning ilmini keyingilar taqat qiladi mushi shu. Bu kishi Oysha onamiz rivoyat qilib bundoq deydi. Oysha onamiz Janobi Rasululloh bilan birga payg'ambarimizning ayollaridan bir ayol etkab qilgan deydi. Bu ayol shu qonni ko'rgan deydi. Hatto shu qonning siriq rangini ko'rgan. Suyuqroq, siriq mayliroq bo'lganda tashtak shu ostiga qo'yilgan shu namoz o'qiyotdi deydi. Namoz o'qigan holatda o'ziniki ostiga tashtak qo'yib qo'yganda bu yerdagi endi qonni ko'ratdi, siriqlikni ko'ratdi degan gap shu ayolning to'xtamaydigan, yalayotgan, ya'ni xuni bir xun kesil bo'lib qolganlikniki dalil isboti bu. Shuningdek kinoyalik holatda deyilgan gap. Ya'ni birse biz diqqat qilsak, ayni vaqtdagi ayollar shu ibodatni deb, ajrni deb har qanday bir malomatdan ensirmaydigan haq nim deb qola. Haq meni keselmi deb qolarmi deydigan bundaqlik tuyg'u yo'q ekanda bularda. Ya'ni Allohga insonning qalbi haqiqiy o'tdek ishtiyoq bilan bog'langan vaqtida haqning, kishilarning toptanlari, malomatlari, mazaqlari, so'z cho'chaklari odamga ta'sir qilmaydigan holatda bo'ladi. Chunki bu kabi ayollar yoki bu kabi musulmonlarning birdan bir g'oyasi odamni, xalqni rozi qilish emas, faqat va faqat Allohni rozi qilish. Allohni xursand qilishdan bir insonning, musulmonning nishoniga aylangan vaqtida haqning nima deb qo'yishi, boshqalarning nima deyishi, toptanlari, malomatlari, ag'volari, fitna fasadlari bunga ta'sir qilmaydigan bo'ldi. Endi 311-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Musaddad hadis so'zlab bergan deydi. Musaddad ibn Musarhat nomi bilan nashqatim o'tgan ravi. Bu kishi deydi bizga Mu'tamir hadis so'zlab bergan edi deydi. Mu'tamir ibn Sulaymon nomi bilan Kitabul Ilmda o'tgan. Bu kishi Xolid Ikramadan Ikrama Oysha onamizni rivoyat qilib, Ummul Mu'minlarning ba'zilari, bundoq mashhurni, ya'ni payg'ambarimizning ayollari butun musulmon mu'minlarniki onasi bo'ladi. Demak, payg'ambarimizning ba'zi ayollari xuni istihoz bo'lgan holatda e'tikof qilgan edi dedi. Ya'ni bu hadismi burunqi hadislarniki asosan xilma-xil shaklda rivoyat qilingan variant shakllarniki biri. Albatta, hamda ayni vaqtdagi ayollarniki ko'pincha bir kiyimi va ikki kiyimi va ayollar ya kishilar oz uchraydi. Ya'ni bir kiyim bilan namoz o'qigandan keyin u cho'qim yolab ketishi, eqib ketishi tabiiy avval. Şunlaşqa tashtab qo'yib qo'ydigan, tas qo'yib qo'ydigan avvallar bo'lgan. Biz yana desak, yana shundaymiz. Shu ayollar xalqning, jamoatning nim deb qilishidan hech qanday xijil bo'lmagan, numus qilmagan, u haqlarni uni mazoq qilmagan. Buni tabiiy tushungan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.